Hurmatli obunachilar, navbatdagi kompleks operatsiya bo'lgan patsientlarimizni bugun xursand qilamiz, ya'ni chiroyli qomatga ega bo'lganliklari bilan ularni tabriklaymiz. Mana hozir 5-etajga chiqdik. Operatsiya bo'lgan kompleks operatsiya bo'lgan patsientlarimizni birma-bir ko'rib chiqamiz. Nilufar Ahmadovna bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Ancha yaxshi. Bu Nilufar Ahmadovna va Renesans klinikasi nomidan shu gullar sizga. Shu gullardek chiroyli bo'lib ochilib yuring. Bu gullar ana shunday chiroyli qomatga ega bo'lganligingiz bilan biz sizni tabriklab qolamiz va bundan keyin o'zingizga ana shunday guldek ochilib yurishni biz tavsiya qilib qolamiz va buni tilakdoshimiz. Siz shunga loyiqsiz, chunki har bitta ayol, yana bitta aytayapman-ku, shu orzulardan biri bu chiroyli qomatga ega bo'lish.